Muvaffaqiyat haqidagi nasihatlar. Muvaffaqiyat tasodif emas. U har kuni qilingan kichik harakatlar, intizom va sabrning natijasidir. Katta maqsadlar qo'yishdan qo'rqmang. Insonning kelajagi uning orzulari qanchalik kattaligi bilan belgilanadi. Hech kim bir kunda buyuk bo'lib qolmagan. Har qanday muvaffaqiyat ortida yillab qilingan mehnat yotadi. Muvaffaqiyatli insonlar muammolardan qochmaydi. Ular muammoni hal qilish yo'lini qidiradi. Vaqtni qadrlaydigan inson hayotni qadrlaydi. Chunki vaqt insonning eng qimmat boyligidir. Xatolardan uyalmang. Har bir xato sizga yangi tajriba va yangi saboq beradi. Agar o'zingizga ishonmasangiz, boshqalar ham sizga ishonmaydi. Ishonch har qanday yutuqning birinchi qadamidir. Orzu qilish yaxshi, ammo harakat qilish undan ham muhimroq. Harakatsiz orzular amalga oshmaydi. Atrofingizdagi insonlar hayotingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun sizga ilhom beradigan insonlar bilan birga bo'ling. Muvaffaqiyat tezlikni emas, davomiylikni yaxshi ko'radi. Kundalik kichik qadamlar katta natijalarga. Tanqiddan qo'rqmang. Ba'zan tanqid insonni kuchliroq va donoqroq qiladi. Qiyinchiliklar hayotning jazosi emas, balki insonni chiniqtiruvchi sinovdir. Bugun boshlash uchun eng yaxshi kundir. Ertaga degan so'z ko'plab orzularni yo'q qilgan. O'z ustingizda ishlashni hech qachon to'xtatmang. Eng katta investitsiya bu o'zingizga qilingan investitsiyadir. Pul muvaffaqiyatning yagona o'lchovi emas. Hurmat, bilim, baxt va yaxshi nom ham katta boylikdir. Sabrli bo'ling. Daraxt ham meva berishdan oldin yillar davomida o'sadi. Imkoniyat kelishiga kutmang. Imkoniyatni o'zingiz yarating. Faol insonlar omadni ham o'z tomoniga og'dira oladi. Har bir muvaffaqiyatli inson bir vaqtlar boshlovchi bo'lgan. Shuning uchun birinchi qadamni tashlashdan qo'rqmang. Yiqilish mag'lubiyat emas, qayta turmaslik haqiqiy mag'lubiyatdir. Hayotingiz o'zgarishini istasangiz, odatlaringizni o'zgartiring, chunki taqdiringiz kundalik odatlaringizdan shakllanadi.